Yarim millionlab yutganingni ko'rdim. 2,5 million yutganman. Hozir qancha puling bor? Umuman yo'q. 2,5 million dollar yutganda har qanday ahmoq ham buni nima qilish kerakligini biladi. 25 yillik kafolati bilan uy sotib olasan. Ishonchli yapon avtomobili, qolgani soliqlarni to'lash uchun 3-5% bilan qo'yib qo'yasan. Mana seni zaxirang, mana la'nati yolg'izlikdan himoyang. Va sen umringning oxirigacha toshingni ter deydigan darajaga chiqasan. Kimdir nimanidir so'rasa toshingni ter. Boshqani jahli chiqdimi, toshingni ter. Vaziyatning qanchalar jiddiyligini anglayapsan deb umid qilaman. Pulni olib keldingmi? Hech qanday puli yo'q. O'yinga qarz olmoqchiman. Katta miqdorda tikiladigan pulni qabul qilasizmi? Zal shunga mo'ljallangan. Hammasi qoraga. Men janob Li va ana u janob uchun o'ynadim. Umuman olganda esa qimorboz emasman.